Xitoyning tog'li hududlarida yer juda murakkab bo'lganligi uchun dehqonlar hosilni tashishga qiynalishardi. Ilgari ular og'ir savatlarni qo'lda tepadan pastga tushirishardi yoki ishchilar yollashardi. Bu esa qimmatga tushardi va mevalar sifatini yo'qotardi. Biroq endi hammasi o'zgardi. Qishloqda kichik temir yo'li tizimi paydo bo'ldi. Ular tog'dagi dalalarni to'g'ridan to'g'ri vodiydagi bozor bilan ulaydi. Masalan, ESG2 modeli benzin dvigatelida ishlaydi. 200 kilocha yuk tashiydi va bir marta qatnovda butun hosilni oson olib tushishi mumkin. Ularni o'rnatish ham oddiy. Metal tayoqlar yerga qoqiladi va ularga relis mahkamlanadi. Eng qizig'i, bu tizim har qanday tog' va yer shakliga moslab qurilishi mumkin. Endi bambukdan tortib meva, hatto o'tingacha shu yo'l bilan tashiladi. Bu texnologiya yuzlab dehqonlarga vaqt va mehnatni tejab beradi va mahsulotning sifatini ham oshirib beradi. Shuningdek, yoshlarni qishloqda qolib, o'z ishini yo'lga qo'yishda ham turtki bo'lmoqda. Chunki endi imkoniyatlar shahardan emas, o'sha kichik poyezd bilan tog'dan kelmoqda. Endi savol, shunday tizim o'zimizning tog'li hududlarda ham joriy etilsa, qishloq xo'jaligimiz qanday o'zgarishi mumkin deb o'ylaysiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.